2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz. Kraskasi top-toza, yurgani 215 dedingizmi? 193 ming kilometr yurgan Gentra avtomobilimiz. Aka, texnik holatida ish yo'q-ku? ABS konditsioner hamma yo'q ishlaydimi? To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Salon holatdan ko'rinishlari birinchi pozitsiya mexanika. O'rindiqlariga chexollar tashlangan, ko'riklar bor. Gazimiz metanmi aka? Metan. Puli nechi deyapsiz? 7800 deyapman aka, hozir o'tib beramiz. 7800 dollar kam bor. Bozor nechi pul so'ramas aka? Ishga beryapmiz aka. 7400 ga bermadingizmi? Ishga bo'lsa gaplashamiz. Aha, tushunarli. Telefon raqami aytaylik. 88 88lik 868 868 3099. nechi? 3099. 3099 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Gentra so'ragan do'stlarga video tashlab qo'yasizlar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi qancha necha foiz dedingiz? 20% kraskasi bor ekan. Yurgani 260 qancha dedingiz? Motor holatdan ko'rinishlari do'stlar. Shunga qo'yilganga o'xshaydi, hozir so'rab ko'ramiz. ABS konditsioner hamma yo'q ishlaydimi? İşte kanserlerle Balon holatining ko'rinishlari. O'rindiqlar chexollar tashlangan, ko'riklari bor. Yurgani 281 ming kilometr deb aytib o'tilyapti do'stlar. Avtomobilimizning orqa tomonidan ko'rinishlari. Puli nechi pul? Pulunu 7,5 mingga o'tib beramiz. 7,5 ming dollardan o'tib beramiz deyapti. Qozon holatlari. Gaz balonlar qo'yib qo'ygan ekan. Zadiylarning ham kameralari bor. 1-2 ming yetmasa 10-15-20 kunga kutib turamiz, lekin barter bor, nasiya uzoq vaqtga yo'q ekan. Telefon raqami aytaylik. 90lik 060 060 60 07. 6007 raqamlarga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Gentra avtomobilimiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 30% kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. Yurgani 287 ming kilometr yurib o'tibdi. Hamma yo'q joyda ishlaydi. Konditsionerni friyoni yo'q ekan. Konditsionerda frioni yo'q, lekin ishlaydi deb aytib o'tyapti akamiz. Friyoni hozirroq. Salon holatdan ko'rinishlari. O'rindiqlar chexollar tashlangan, ko'riklari bor. Puli nechi deyapsiz aka? Buni bahasi 7000 baho aytyapti. Aha. Oxiri obunachilar uchun 6500 ga naqd bo'lsa beramiz. Naqd pulga 6500. Telefon raqami aytaylik. 99lik 474 474 47 47-33 raqamlarga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Akamiz tirikchilikda. Bunisi necha aka? Buni sotdik buni. Necha pul baraka bo'ldi? 6600 ga baraka bo'ldi. Naqd pulga? Kraskasi-chi? Bunda ham mana shu 30-40% kirasi. Yurgani qancha bo'ldi? 267. Ma'lumot sifatida aytib o'tildi do'stlar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz. Pozitsiyamiz birinchi pozitsiyada ekan. Bitta sapachoyda kraskasi bor. Qolgan joyi tozami? Qolgan joyi top-toza deb aytib o'tilyapti. To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Yurgani qancha bo'ldi? 228. 128 ming kilometr yurib bo'lsa, birinchi pozitsiyadagi Gentra avtomobilimiz. O'rindiqlarga chexollar tashlangan, ko'riklari ham bor. Gazimiz metanmi? Metan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan ekan do'stlar. Puli nechi deyapsiz? 10 mingga beramiz. 10 ming dollar kam bor. Bozor so'ramadim aka. Yo'q, hali so'ragan. Pul qo'rqsigan bo'lgan yo'q. Do'stlar, avtomobilimizni bosh holatdan ko'rinishlari. Nasiyasi yo'q ekan, faqat barter yo'llari bor ekan. Telefon raqami aytaylik. 93lik 975 9309 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentra avtomobilimiz. 2022 kraskasi top-toza, 60 ming yurgan deyapsizmi? 60 ming kilometr yurib o'tgan 3-pozitsiya. Hozir balonlarni ko'rsatib qo'yaman. 3-pozitsiyadagi 4 pokoleniya metan. Aha. Salon holatdan ko'rinishlari. O'rindiqlar chexollar yo'q, ko'riklari bor ekan. Buchi? Ha, narigi mashinalar 4-pokoleniya metan ekan, bunisi oddiy metan deb aytib o'tilyapti, adashib ketishdi. Akamiz tirikchilikda. Pulni nechi pul deyapsizlar? 13 ming
13 bin dollar kam bor. Bozor so'ragan qancha bor? 12.400 qilishadi. Bermadingiz. Foydalanganmi? Foydalangan. Tushunarli. Dev mashinalarga barterlar bor ekan, nasiyasi yo'q. Telefon raqamini aytaylik. 99lik. 99lik. 767 00 24. 767 00 20 to'g'ri raqamlarga chiqasizlar. Chot ilashmaydi. Vali yevro variant. Ha. O'rindiqlar qiziydiganda. Narxini nech bildingiz? 13.000. 13 bin dollar kami bor. O'rindiqlari qiziydigan yevrosidan. To'rtta yumshoq balonlarni ko'rsatib. Yangi musobaqa. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar, avtomatidan so'raganlarga. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz. To'rtta ajoyib diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. Kraskasi qanaqa bunimiz? Ikkita detal to'liq, ikkita pet. Ikkita detal to'liq, ikkitasi petno. Yurgani 275 ming kilometr yurib o'tibdi. 1.8 motor. Salon holatini ko'rishlari do'stlar. O'rindiqlar ichi holat tashlangan, ko'riklari bor. Gazi metanmi? Ha, gazi metan. Pulini nech bilyapsiz? Buni 61 ga beramiz. 6100 dollarga beramiz deb aytib o'tilyapti. Keyingisi yil nechi? 13. 2013 kraska. Bunda bitta eshikda и sapachogida bor. Qolgan joyi toza. 1.8 motor. Motorlarda ishi yo'qmi aka? Yo'q. Pulini nech bilyapsiz? Buni ham 61 ga beramiz. Qancha yurgandingiz? 338 337 ming 38 ming yurgan ekan. 100 so'm o'tib ham beramiz. Xo'p, o'rindiqlar ichi holat tashlangan, ko'riklar bor, monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. Pozitsiyamiz 2 mexanika. Metan, ha? Metan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan ekan. To'rtta diskalari ham bor. Endi ikkalasiga telefon raqami aytaylik. 99 99lik 474 474 47 33. 47 33 raqamlariga aloqa chiqasizlar do'stlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz do'stlar. 10-15% kraskasi bor. Albatta olishdan oldin bir qator tekshirib ko'rsatib olasizlar. Sapachogida Bolding pasida bitta kriloda deb aytib o'tyapti. 248 ming eurodimi? Fayzi Vodiy bozor Telegram kanal. 248 ming kilometr pozitsiyasi bir. Hozirda respublikamizda yagona bo'lib turibdi bu. Chexollar bor, ko'ringlar ham. Admin Faryozli. Mana xodimlari kelgan radiosimiz yonida flayerlar tarqatishyapti akalar, avvalinglar flayerlarda. Bekalab o'tiribsiz. 6500 dollar kelishamiz deb aytib o'tyapti. Telefonga kelib yozsangiz chiqaveradi. Yana mana 93 shu flyer tarqatayotganda ma'lumot so'raverasiz. 660 Fayzi Vodiy bozor Telegram kanalida malakali xodimlar 74 674 88 Admin Faryozli akalar. 08 raqamiga Kelinglar, joy. to'rtta yumshoq Xizmatlarimiz. qo'yib qo'yilgan ekan mana. Ko'rib bo'ladi. Xizmatlarimiz avtomashina oldi sotdi. Dehqonchilik mashinalar, Dehqon kvartiralar, akamizning mashinasi. hovli, uchastkalar, quruq yer,